Do'stlar, Qashqadaryo viloyatini Mirishkor tumanini Mirobod mahallasidamiz hozir. Mahalla. 100 yoshli otamizni huzuriga keldik. Rahmat. Ismingiz nima? Rasulov Jo'raqul bova. Qayerlarda ishlagansiz? Men shu ishlamagan ishim qolgani yo'q. Ha. Misol, u pillada kolxoz ham yo'q edi. Undan oldin bizda tug'ilgandim, juda og'ir vaziyatda tug'ilganmiz 27-yillarda. Nima bilan bilasizmi? Ocharchilik bo'lib, hamma ko'chib ketib, shunday qishloqda 17 ta xo'jalik qoluvdan shu qishloqda. Ana shu joylar xarabaydi. Bu yo'g'ri kukunlar yotaydi. O'shanda ham biz shu yerda och, yalang'och, mana shunchagina non uchun men kishilarning nimasini xizmatini qilib, tirikchilik qildik. Onam rahmatli bo'ldilar, otam o'lib ketuvdilar. Sonra onam boqdilar bizlarni. 4 ta edik, opalarim chiqib ketdi. 2 akam armiyaga ketib, bedara endi qahramoncha halok bo'ldi-da. Urush davrida. Urush davrida, urush keldi-da 41-yilda. Urush boshlandi, undan oldin sonra shu halda xizmatim bilan tirikchilik qilib, Ismaloyev non qayerda? Arpani 1 kilo buğday 250 so'm bo'ldi o'sha pullarda. O'sha 250 so'mni topib bilaman. Pul qayerda? O'shanda onam rahmatli arpani 1 kilogina do'kon to'qiydilar, bozorga alacha beradilar, alachani sotib 1 kilo, 2 kilo arpa olib keladi. Yag'urchoq deydi unda u pullarda. Siz yag'urchoqni bilmaysizlar. Yo'q. O'sha xonadonda o'giradi ular. Mana bundoq qilib. Tegini monda o'giradi ya. Qo'l bilan. Tegini mon qayerda pullar? Un qayerda? O'shani o'giradilar. Ana shu yerdan men o'rtachoq bordi, bir ko'yna o'yi bordi, shuni o'rtasida Go'rachoq deydi, o'choq qilingan, ham isinamiz, ham shunga yankini yopadilar deya patr qilib, shunchagina behisob yemaymiz, hisobli bari. O'sha bittasi bilan bizda endi ukam, men, onam rahmatli, akalarim keyin armiyaga ketdi, undan qiyinchilikdan keyin. Akam 43-yilda 2 akam ketdi. Ana Ukrainani eng qattiq jangida halok bo'lgan ular. Sonra biz shundan sag'ir qolib ketdik. Shunda qiynala katta bo'lib, sonra undan keyin men voyaga yetdim.